Assalomu alaykum, hurmatli Metastroy YouTube'dagi kuzatuvchilari. Hozir mana Metastroyda ajoyib yangilik ko'rdik. Otabek aka bilan hozir buni sizlarga ko'rsatamiz. Otabek aka, nima bu? Bu Samarqand bisetka, bu hovlilarga qo'yiladigan bisetka. O'sha mijozlarimizning talabi bunga kuchli bo'lganligi uchun biz o'sha 2 ta yasab sotyapmiz. Bundan juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Zo'r. Zavodda o'zidan shunaqa tayyor holatda chiqyapti. Ha, zavodda o'zidan noldan yig'ilgan holatda tayyor qilib beryapmiz. Zo'r. Necha kishilik bo'ladi aka bu? Bu endi o'sha bir bemalol menimcha adashmasam bir 10 kishi, 8 kishi o'tiradigan bo'ladi bemalol. Xon taxtalar qo'yib. Ha, xon taxtalar qo'yib chiroyli qilib o'tirsa bo'ladi. Zo'r. Asosan qayerlarga qo'yiladi? Uygami? Asosan hovlilarga, dachalarga, misol uchun tog'larda o'sha dam oladigan joylarga hamma joyga qo'ysa bo'ladi bemalol. Nimalar ishlatiladi aka bunga? Buni aksariyat materiali o'sha temir bilan tunuka. Aksariyat materiallari o'sha hamma joyi tunukada, mana o'sha tomi, patologlarigacha tunuka qilib berganmiz. O'sha mijozning xohishiga qarab razmerlarni har xil holatda qilib beryapmiz. Zo'r. Bu og'ir bo'lib ketmaganmi aka? Yo'q, bu og'ir emas, juda ham yengil. Bemalol buni shu ishchilar bilan ko'tarib, bemalol mijozga yetkazib bersa bo'ladigan holatda yengil. Zo'r. Tunukani shunisi yaxshi, yengil konstruksiya. Albatta. Uncha og'irlik tushmaydi, yengil narsa bo'ladi. Menimcha g'ildirak ham qo'yilsa kerak. Ha, bunga g'ildirak qo'yiladi. Bemalol klientlarimiz uylarida aqa-baqa surgani ham yengil holatda bo'ladi. Zo'r. Xo'p, aka, narxi qancha bo'lyapti? Xo'p, buni narxi Samandarxon, xo'p, razmerlariga qarab bo'lyapti. Hisobda 10 million, 12 million, 16 milliongacha bo'lyapti hozir o'sha razmeriga qarab. Hamma narsasi o'zimizdan tayyor holatda shunday boradi. 10 milliondan 16 milliongacha bo'lyapti. Mana shu hozir, mana shu razmerdagisi taxminan 10 kishi sig'adigan. Qanchaga tushadi? Mana shu razmerdagisini o'zimizni yaqin ukaxonimizga qilib berdik. $1000 qilib berdik mana shu. Tayyor holatda. Chiroyli. Keyin mana dizaynlarini ham xohlagancha buni ham mijoz xohishiga qarab o'zgartirib beraveramiz. O'zlari tanlasa dizayn beramiz. Mana bunday qilib ber desa, o'shanga qarab qilib beraveramiz. Juda zo'r. Qadrli kuzatuvchilar, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda ham ajoyib, chiroyli narsa yasalgan. Agar siz ham yuzga qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam dachagami, choyxonagami, dam olish maskanlariga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana bemalol Metastroyga o'tadigan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Sizlarni xohishlaringizga qarab, bemalol hamma narsasini o'zgartirib, sizga ko'ngilingizga yoqadigan holatga berishadi va narxlari ham xudo xohlasa albatta yengil qilib qilamiz, xudo xohlasa. Va buni yetkazib berishimiz Qo'qonni ichida bepul. Albatta. Atak vohadan zakaz tushsa ham olib beramiz. Albatta olib beramiz. Qadrli obunachilar, mana quyidagi raqam orqali bemalol aloqaga chiqishdan yoki buyurtma berishdan mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bisetkamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta bitta like bosasiz va kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.